Jonlar, tarvuzim qo'ltig'imdan tushib o'tiribdi. Kechagi istoriyamni doktorim ko'rib, hozir sizda adaptatsiya vaqti. Siz oshqozoningiz 6 oylik chaqaloqda oshqozoni bilan bir xil. Shuning uchun sizga hozir bular mumkin emas dedilar. O'zi ham lichkamni portlatib tashlabsizlar. Qayerdan oldingiz deb qizlar. Agar sizda lichni 5, 10, 15 kilo vazningiz bo'lsa, operatsiyani emas, mana shu kokteyllarni tavsiya qilaman. Chunki haqiqatda natijasi bor. Bu sizni nima qilib beradi? Trayni effekt, atyoklaringizni yuvadi, ishishlaringizni qaytaradi. Orqasidan 23 xil vitaminga boy kokteylni ichsangiz, polni sizni qorningizni to'ydirib, ovqatni o'rnini bosib beradi. Biodronini вообще gapirmasam ham bo'ladi. Allergik kasalliklarni yo'q qiladi, polni immunitetingizni ko'taradi, qoningizni va обязательно sizni polni organizmingizni zo'r ishlashiga va ozishingizga, mana kokteyllarni zo'r ishlashiga yordam beradi. Kollagenni gapirmasam ham bo'ladi. Men kollagenni olchaligiga rosa qiziqib turgandim. Ishoninglar, 6 oydan keyin zilol, xudo xolasa 6 oy 1 yildan keyin holatingizga qarab bemalol bularni iste'mol qilsangiz bo'ladi deyishdi. Katta realniy narsa.